Pirojka qilyapmiz. Pirojka qilish uchun kartoshka qaynatib qo'ydik. Bu yoqda mana sariyog'ni eritib, hozir piyozni qovurib olamiz. Piyoz kulrang kirguncha qovurib olamiz. Salat tuzidan, keyin bu osh tuzidan ozroq, keyin murch sovuramiz ta'bga qarab, xohishga qarab. Va oldindan qovurib qo'ygan piyozimizni sovuramiz. Yana men домашний zvirovoydan 2 qosh sovurdim. Endi ta'mi yaxshiroq chiqsin. Bolalar xohlalar yesin deb. Mana shunaqa qilib ezib olamiz bir xil massaga kelguncha. Mana bir xil massaga keltirib oldik. Endi buni oldindan tayyorlab qo'ygan xamirni yoyib ichiga solamiz. Mana oddiy xamirni mana shu holatda yoyib olamiz. Va buni qatlab kesamiz. Hozir ko'rsataman. Taxlab olib xamirimizni buni mana shu qalinlikda kesib olamiz. Mana buni kesib oldik va buni teng o'rtasini topib olib ochamiz va pirojkani qo'yib pyureni qo'yib olib mana bunday solib olamiz va ikkinchi qavatini bukib ustiga yopib olamiz. Mana bu holatda kesib olamiz o'rtasini. 1 litr yog'imizni solib olamiz. Endi gal qovurishga keldi. Shunday bitta qovurib olamiz. Doğru. Ama mesela bir tane doğru. Birinchidan mana shu holatda pishirib olamiz. Va mana
Pirojkamiz ham tayyor. Yoqimli ishtaha.